Siz uchun 8 kiloli yaxshi kirmoch topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq obzorini qilib beramiz. Xo'p, bu videoda kirmochlarni ham funksiyalarini, ham qobiliyatlarini o'rganamiz. Butunlayoncha yechintirib, ichkarigacha ko'ramiz. Oldingi videolarimizda kondisionerlarni ichigacha yechintirib qo'yganimiz uchun ko'pchilik kommentariyada so'ragan ekan. Shu videoni oxirigacha ko'ring, haqiqatan sifatga arziydimi? Xo'p, bu Laretto firmaniki bo'ladi, 8 kiloli DD Drive motorli bo'ladi. Ya'ni reminsiz premium привод deydi. Buni ustuli tarafi nisbatan shovqinsiz, tebranishi kam bo'ladi. Motori ham uzoqroq bo'ladi. Buni motori yuvish sifatiga ham ta'sir qiladi. Chunki barabanni ko'p modellar 2 xil ko'rinishda kir aylantirsa, bular 6 xil ko'rinishda aylantirib beradi. Xo'p, narxini videoni boshida aytib o'tib ketamiz. Hozirgi kundagi narxi 5.100.000 so'm. Dizaynlari chiroyli, stalnoy rangda, har qanaqa interyerga tushib ketadi. Oxirgi zamonaviy modelda oynalari 2 qavatli bo'ladi. Bilasiz, ko'p modellarda ikkinchi qavat oynaga plastik oyna bo'ladi. Bularniki kolonni stiklo bo'ladi, qo'yilgan oyna. Endi buni yana bitta zo'r tarafi, menga yoqqan tarafi, ko'p 8 kiloliklari узкий baraban bo'ladi. Bu standart katta baraban hamda motori o'jimi 1400 gacha. 1400 o'jimli kirmochlarni barabani chuqur bo'ladi. Ahmad Bey barabanlari ham ancha chuqur hamda nerjevekidan tayinlangan bo'ladi. Qo'shimcha mana aktivatorlari ham bor. O'sha kiyimingiz tevaga chiqib, pastga urilganda mashinaga urilib tozalanadi. Mana baraban orqasida mana spetsialniy teshuvlar bor. Bu o'sha parashok gellarni yaxshi ko'pirtirib beradi. Manjetlar, rezinalari yaxshi, antimikrobniy bo'ladi hamda o'ziga suvni shemib, har xil hidlantirmaydi. Xo'p, kafolatga keladigan bo'lsa, kirmochdan bizga 3 yil kafolat bo'ladi, motorga alohida 10 yil. 12 viloyatda servis markazlari bor. Dasturlarga keladigan bo'lsa, 14 xil dasturi bor. Bu yerda ko'ramiz, mana paxta rejimlari, paxta plus, ya'ni avaylab yuvish, aralashma bor, mix, berejniy sirka bor, alohida yungli, julli, tugmali qo'yiladi, avaylab yuboradi. Alohida pastelniy belyo bor. Pastelniy kiyimlarga. Eng zo'r tarafi mana anti allergiya bilan detskiy funksiyada par rejim bilan, ya'ni kirmochni yuvib bo'lgandan keyin, parashok yuvib bo'lgandan keyin par beradi, chayqab beradi. Shu par rejimda bug'lantirganda kiyimingizga har qanaqa bakteriyalar o'ladi. Anti allergiya funksiyasi juda kerakli narsa, ich kiyimlarga ayniqsa. Detskiy adejda ham bor bu parov funksiya. Bilasiz, chaqaloqlarga kirmochida kiyim yuvilgandan keyin dazmollab kiyintirish kerak. Sababi sintetik kiyimlar bo'ladi ko'pincha. Hammasiga ham paxta yoki shoydan qilmaydi kiyimlarni. Kraxmal bo'ladi. Bu funksiyaga qo'ysangiz, kirmochni olganingizdan keyin dazmollashingiz ham shart emas, kiygizib ketaverasiz. Bu juda ham kerakli funksiya. Xo'p, sportivniy funksiyasi bor. O'sha sintetik funksiyalarga asosan. Delikatniy sirka. Bu ham o'sha asosan mana ayollarning kiyimi bo'ladi. Toshli, zarli, uzorli qo'ynalarni titvormasdan, toshini to'kvormasdan yuvib beradi. Xo'p, temniy tkань. Bu ayniqsa mana misol muskoy kiyimlar, to'q rangli, misol bordoviy ranglari, temniy siniy ranglarga zo'r rangini o'chirmasdan yuvib beradi avaylab. Udaleniy 5 bu funksiya ham uncha kirmochda yo'q, maxsus funksiya. Dog'li, ayniqsa misol ovqat to'kilgan dog'lar, ya'ni misol ochiq kiyimlar bor-ku, oppoq kiyimlarda shu dog'larni ketkizib beradi. Xo'p, 5 shumlik sirka bu asosan nashnoy sirka bo'ladi. Kechki payt misol o'yingiz keldingiz, qo'yib qo'yasiz, sikrlashtirgan holatda yuvib beradi. Bu uzoqroq muddat yuvib beradi, 2,5 soat, 3 soat yuvadi. Xo'p, bыстрый sirka bu mana funksiyada ko'pchilik xato qiladi. Palon pulga kirmoch olasiz, faqatgina ko'p ayollar bыстрый sirkada yuvadi. 30 minutlik, 15 minutlikda. Bu xato narsa. Asl buni kitobini ochib ko'rish kerak. Yozgan, rus tilidan, o'zbek tilidan yozgan. Hamma kirmochda o'sha 2,5 millionlik kirmochda ham, 10 millionlik kirmochda ham bыстрый funksiyasi 2 kg bo'lgan kiyimni chalib yuvib beradi. U hamma kiyimlarga ham so'linmaydi. Xo'p, keyin yana bitta o'sha ko'pchilikning xatosi,
funksiya tanlagandan keyin bu tarafdagi displeydagi qo'shimcha qobiliyatidan foydalanmaydi. Ko'pchilik bilmaydi, ko'p savdogarlar o'zi ham tushuntirmaydi. Yaqinroq olib kelasiz, mana bekorga bu yerda 3 ta zona emas. Birinchisi parasho va gellik uchun. Ko'pchilikga gel tavsiya qilamiz, sababi parasho ko'p holatda irimasdan baraban orqasida nakib bo'lib qolib ketadi. Shuning uchun gel tavsiya qilinadi. Xo'p, bu yerga solinadi. Bu yerga xush beruvchi konteynerlar solinadi, ya'ni aromatizatorlar. Endi ko'pchilik bu tarafni ishlatmaydi. Mana bu yerda hamma kirmoshada belgi qilib qo'ygan, mana rim raqam 2, rim raqam 1. Xo'p, endi sizga tushuntirib beraman. Mana shu zo'r life hack. Misol uchun, mana mix aralash mato tanladingiz yoki dog'li kiyim, udalani pyatsini qo'ydingiz funksiyaga. Qo'yganingizdagi hamma yaxshi kirmosh, hammasida emas, yaxshi kirmoshlarda предварительный sirka bor. Mana. Buni qo'shimcha tanlaganingizdagi bosib qo'yasiz. Shuni bosganingizdan keyin mana datchik yonadi, mana rim raqam 1. Bu yongandan keyin bu yerga ham ozgina gel solasiz yoki parasho ishlatsangiz parasho solasiz. O'shanda двойной sikl bilan yuvib beradi. Shuni обязательно ishlating. Har doim bistro 30 da yumang. Mana bu yerda har bitta funksiyasi qanaqa kiyimga ishlatishligini biz aytib o'tib ketdik. Har bitta o'sha kiyimlaringizni to'g'ri funksiyaga qo'yib, chunki bu kirmoshna aqlli. Kerakli funksiyaga kerakli motorni tanlab qo'ysangiz, o'zi belgilab beradi. Haroratni ham, siqish darajasini ham belgilab beradi. Siz bu yerda qo'shimcha mana двойной sikl qo'shsangiz toza yuvib beradi. Xo'p, endi bu kirmoshada nafaqat qo'shimcha yuvish, balkim qo'shimcha chayqash ham bor. Mana palaskani degan. Mana bu ko'p kirmoshada bo'ladi bu narsa. O'zi har bitta funksiyada bir martadan chayqaydi. Endi buni qo'shsangiz 2 sikl chayqaydi. Misol uchun ba'zi matolar bor, ko'piga ketish qiyin bo'ladi. Shuning uchun buni yoqib qo'ysangiz 2 martadan zo'r chayqab beradi. Hamda bu kirmoshdan bizda lёгкая glashka degan funksiyasi bor. Mana dazmol belgisi turibdi. Buni funksiya tanlaganingizdan keyin mana главный menyudan bu yerda любой funksiya tanlaganingizdan keyin buni qo'shib qo'yasiz. 30%, misol 100% dazmollamaydi, 30% dazmollab beradi. Shu holatda ishlatasiz. Keyin eng asosiysi kirmoshning ko'pchiligi, misol 70% buzilib qolish sababi kirmoshga kerakdan ortiq kir yuklash. Misol uchun 8 kilo deganda haqiqatan quruq holatda o'lchaydi. 8 kilo kir solsangiz bo'ladi, lekin ko'pchilik adyol yuklab qo'yadi yoki uzun kurtkalarni ikkita tiqib yuboradi. U narsa bu mumkin emas. Sizga 11 kilo kirmosh olsangiz ham adyol yuvish umuman tavsiya qilinmaydi. Adyol uchun 12 kiloli yoki 15-18 kiloli olinadi. Endi 1 yilda yuvsangiz, misol biz uyda 1 marta yoki 2 marta yuviladi. Undan ko'ra ximchiskaga bersangiz 50 mingdan yuvib beradi. Chunki buzilish sababi barabanni polni yuklab olmaydi. Misol uchun adyolingiz haqiqatan 3 kilo 4 kilo bo'lishi mumkin. Lekin joy egallashi borda, gabarit bor. Bu yerda misol 1 kilo tosh bilan 1 kilo paxtaning og'irligi bir xil, lekin joy egallashi bor. Kirmoshni ishlash prinsipi baraban aylangandan keyin pastga tushish kerak. Chunki toza yuvib beradi. Agar uni presslab tiqib qo'ysangiz, buzilmaydi, yuvib beradi. 10 yil emas, 5 yilda buziladi. 5 yil xizmat qiladigan narsa 3 yilda buziladi. Shuning uchun misol mana yaqinroq olib kelasiz. Hammani barabarni kirmoshnasida mana shunaqa 3 ta yo'l ketgan bo'ladi. Buni mana shu qilib o'zingizni moslab olasiz. Hop, mana mo'ljal uchun mana teng yarmi. Teng yarmida mana shu yergacha yuklaysiz. Eng maksimal. O'shanda mana ozgina bir qaratishga yetmagan yarim qarat joy qolish kerak. Eng o'sha maksimal yuklanishi. Ozgina bir qarat joy qolish kerak. O'sha aylanganda mana pastga uradi. Shunda ham kiyimingiz toza yuviladi. Bunga ketgan suvlaringiz, parashyolaringiz oqlab, misol behuda ketmaydi. Agar presslab tiqib qo'ysangiz, yaxshi bermaydi, kirmoshani qiynaysiz. Любой zavod motoriga 10 yil garantiya beradi. O'sha 2300 minglik kirmoshingizga borsangiz ham motorga 10 yil garantiya beradi. Chunki motor uncha buzilmaydi. Eng buzilgan ko'p holatda buzilgan narsa
Bu podshipnik bo'ladi. Podshipnik o'sha barabanni aylantirib beradigan o'rtadagi zapchasi bo'ladi. U ovoz chiqarish boshlaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda sizga tavsiya qilaman, kir mo'shinaga ko'p kir yuklab bo'lmaydi. Eng ko'pi 3 dan 2 qismiga. Endi yana bitta ikkinchi qoida esa bitta sikl yuborgandan keyin yarim soat dam berib keyin yuving. Ketma-ket yuvsangiz bo'ladi, to'g'ri. Umri qisqaradi. Shuning uchun bitta sikl yuvgandan keyin yarim soat dam berib ishlating. Xo'p, nimaga aynan bu kir mo'shina? Bundan arzoni ham bor, bundan qimmati ham bor. Bu kir mo'shinani texnik xarakteristikasi bo'yicha, misol motori, barabanning kattaligi, hajmi, podshipnigi, platasi, plata deganda u yerga qobiliyat kiradi, qo'shimcha yuvish, chayqash, dazmollash uzun pulni oqlaydi. Shuning uchun bor kir mo'shina, buni narxida teng boshqa firmalarda, lekin uni qobiliyati yo'q. Bor endi LGda bor, Samsungda bor. Ular narxi 6 million 200 ming, 6 million 300 ming so'm. Bu kir mo'shina o'rta narxdagi, lekin sifati zo'r model. 1400 оборотli odjim, 14 xil programma, yana 3 xil дополнительный opsiya ham bor. Bu kir mo'shinani tavsiya qilamiz. Biz aytgan qoidalar bilan ishlatasiz. Ya'ni o'sha bir oyda bir marta очистка baraban, ketma-ket kirib tashlamaysiz. Bitta sikl yuvgandan keyin yarim soat dam berasiz. Hamda kir mo'shinaga to'liq kir solmaysiz. Imенно bu modelga emas, arzoniga ham, qimmatiga ham общий bu qoida bu. To'ldirib solinmaydi. Kir mo'shinamiz sifati yaxshi. Loretto firma. Bu brend Italiyaniki, lekin o'zi Xitoyda ishlab chiqariladi. Yaxshi zavodda ishlab chiqarilgan. Zborkalari ham zo'r. Endi bu kir mo'shinani ichini ochib, sizlarga полный obzor qilib beramiz. Xo'p, buni zborka qilishdan oldin kommentariyaga yozib o'zingiz fikringizni bildirib o'tib keting. Haqiqatan bu sifatga bu narx arziydimi? Va keyingi videolarimizda sizga qanaqa texnika qiziqtirgan bo'lsa, shunaqangi obzorda qanaqa texnikani biz keyingi videolarimizda olib chiqaylik. Shuni albatta kommentariyaga yozib o'tib keting. Xo'p, endi kir mo'shinamizni yechintirib olamiz. Xo'p, endi kir mo'shinamizni bo'shatib olamiz. Xo'p, birin-ketin yechintirib olamiz. Birinchi kirishkasini olamiz. Kirishkasi ham yaxshi kirishkadan. Ko'p modellar oddiy plastmassa yo taxta qo'yib ketgan. Bu yaxshi kirishka ekan. Mana o'zinglar ham ko'rib turibsizlar. Vazni ham yaxshi. Xo'p. Barabanga keladigan bo'lsa, baraban katta. Ikki tarafda amortizatsiya o'rnatilgan. Tebranib ketmasligi uchun tosh qo'yilgan. Bu ham juda yaxshi narsa. Baraban o'sha o'zini o'qida aylanadi. Xo'p, bu yerda parashok zona uchun alohida zona. Bu yerda suv ulash uchun o'zida ham bayin filtrlarni qo'yib ketgan. Xo'p, endi yana oxirigacha yechamiz orqalarini. Motor kirishkasi bu. Qo'yamiz. Ko'p kir mo'shinalar direct drive deb turib, ichini olsa remelli chiqadi. San'atga javob bermaydi. Buni o'zi ko'ramiz. Bismillah. Mana shu motor bo'ladi. Hech qanaqa misol oddiy remelli motorlarda pastda motor remel orqali aylantiradi. Bu o'sha primo привод. Baraban o'zi aylantiradi. Xo'p, mana kir mo'shinamizni yechintirib oldik. Bu yerda
ten joylashgan bo'ladi. Hamma mexanizmlar kelgan. Izolyatsiya holatda. Mabodo keyinchalik 10 yillik yo 7 yillik o'tishga bo'lgan bo'lsa ham tok urmaydi bu narsa. Zavod yaxshi mexanizm ishlatibdi. Xo'p, bu yerda plata ham qarang, izolyatsiyasi yaxshi bo'lgan. Ko'p modellarda simlar ko'rinib yotadi. Buni sborkasi yaxshi bo'lgan ekan. Plata uncha-munchaga ketmaydi. O'zi kirmoshida zapchastin bilan motordan ham ko'ra qimmatroq plata turadi bu yerda. Mexanizm yaxshi joylashgan ekan bu yerda. Shu izolyatsiya qilib suvdan amortizatorlari baraban katta. Ko'pchilikning xatosi kirmoshni olgandan keyin hamma kirmoshlar zavod tomonidan anker bolt bilan qo'tilgan bo'ladi, transportirovочный bolt bilan. Bu narsani bo'shatib o'rnatiladi. Uyingizga olib borgandan keyin har bitta kirmoshni bilan 4 tarafida joylashgan bo'ladi. Ko'p kirmoshlar 90% o'zidan maxsus ключ chiqadi. O'sha ключ yordamida buni to'liqligicha olib tashab keyin o'rnatasiz. Endi bu nimaga xizmat qiladi desangiz, shu transportirovka paytida baraban laqillab ketmasligi uchun. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan qotirilgan, mana baraban ushlab turibdi. Shuning uchun buni keyinchalik olib qo'ying. Mabodo kirmoshinani boshqa xonadonga ko'chiradigan bo'lsangiz ham, bu kerakli narsa bo'ladi. Buni qotirib olib, keyin u yerga olib borib, misol A tochkadan B tochkaga olib borgandan keyin yana olib tashlaysiz. Bu kirmoshini barabanni laqillab ketmasligi uchun. Xo'p, ya'ni uстановка paytida eng kerakli narsa birinchi o'rinda fundament. Tagi tekis joyga o'rnatiladi. Hech qanaqa uklonsiz, polli, taxtali joyga umuman mumkin emas. Endi o'rnatsa bo'ladi, pol taxtali joylarga dovush beradi. Misol siqish, ayniqsa yutgan hali uncha bilmaydi, lekin oxirida hamma kirmoshi tez aylanadi. O'rjin paytda o'shanda dovush berib, pachivnikka ziyon yetadi. Shuning uchun ko'pchilik oshxonaga ham qo'yadi. Bu aslida gigiyena taraflar ham to'g'ri kelmaydi. Endi kvartirada haqiqatan yo'qdir joy. Oshxonada endi ko'p joyda pol taxtali joy bo'ladi, parket bo'ladi. Shuning uchun alohida prashniga qo'ying yoki hammomning dushoviga qo'yib qo'ying. Qo'yitgan joyingiz ikki tekis o'rtasi ukloli ham bo'lmaydi. Tekis joy qo'yasiz, har bitta oyoqlari past baland bo'ladi. Nol o'ldirib olasiz. Shunda kirmoshingiz umuman qimirlamaydi. Xo'p, endi kirish chiqishni ham o'rgatib o'tib ketamiz. Kirish chiqish deganda bu yerdan sovuq suv olinadi. Hamma kirmoshini zavodskiy o'zida manaqa shlankasi chiqadi. Bu sovuq suvniki. Buni vaqti bilan o'sha bir oyda bir martami, 2 oyda bir martami tozalab turiladi. Bu tarafi vodoprovodga, bu tarafi kirmoshini o'ziga qotiriladi. Mana kirmoshini o'zida manaqa sitasi bor ichida. Bu bitta kusachkadan 11dami sindirib olmasdan uchini totdaysiz, bu chiqadi baqa. Oralig'ini tozalab qo'yasiz. Yaqinroq olib kelsangiz mana oralar teshuv-teshuvli bo'ladi. Vodoprovoddan kelayotgan o'sha har xil qurumlarni yoki musullarni bashiga ushlab qoladi. Xo'p, endi eng asosiysi ko'pchilik kirmosh sotganimizdan keyin slivnoy shlank, ya'ni kanalizatsiyaga chiqadigan shlankasini primoy pastga qaratib qo'yadi. Bu narsa noto'g'ri, qarang. Bu yerdan ham bo'shatishadi aslan. Ko'p mana yaxshi zavodlar chetiga yaxshilab qotirib qo'yadi-da. Buni beydan pastga olish mumkin emas. Olsangiz ham beydan kanalizatsiyaga primoy qaratib qo'yma. Shunaqangi balandlikda chiqib turib, keyin tushib ketish kerak. Agar pastga qaratib qo'ysangiz, kirmoshni suv olitgan mahali to'lmaydi deb beydan primoy qo'yaveradi. Ekranda ishib ko'rsatib, yuvish vaqtini to'xtatadi. Shuning uchun kanalizatsiyaga primoy mashina qilib tevaga chiqib pastga tushish kerak. Xo'p, endi asli maslahat beramiz. Chumchuq so'si ham usti so'sin degan, qosob so'sin degan, o'shaning uchun santexniklarga. Endi ustilar ham ko'payib ketdi. O'rnataveradi, ko'pchilik bilmaydi. Lekin yaxshi santexniklar o'zini ishini ustasi bo'lsa, 90% santexniklar biladi aslida. Mana shu haqiqiy santexnik. Xo'p, o'rnatishni o'rganib oldik. Endi
filtrlarni tozalab turish kerak. Ochiska baraban deganda hamma kirmoshini mana shunaqangi tagida filtr bo'ladi. Buni har bitta kirmoshida ochiska baraban bor. Bir marta qilib turiladi yoki 30 marta kirib yurgandan keyin. Bu yerni ochasiz, ozgina suv chiqadi bu yerdan. Tagiga bitta latta qo'yib olasiz. Chig'anoqni olganingizdan keyin alohida cho'tka qilib qo'ying. Zumda cho'tkami, shotka qilib qo'yib, ichini tozalab berishingiz kerak. Bu yerga o'sha har xil tivitlar, qipiqlar, paroshadan qolgan ozgina assatka suvlar shu yerga yig'iladi. Buni tozalamasangiz, barabaningiz hidlanishga olib keladi. O'sha hamma muslar shundan chiqadi. Yana bitta narsa, cho'ntagingizdan tushib qolgan bo'lsa yoki kiyimingizni tugmasi tushib qolgan bo'lsa ham shu yerdan topasiz. Shuning uchun bir odamni tozalab turasiz. Ahamiyat bering, buni qo'tirayotganda oxirigacha buriladi. Chalib burab qo'ysangiz, bu yerdan suv oqishi mumkin. Oxiri kelgandan keyin qattiq buravermaysiz. Oxiriga keltirib qo'yasiz. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tib ketmaymiz. Bu yerni ham tozalab turish kerak. Hamma kirmoshida mana shu latok chiqadi baqa. Mana shu joyda bor-ku, shu yerni ozgina bosasiz mana qo'lingiz bilan tortasiz. Chiqqandan keyin belini yuvorasiz. Yuvorib, icherigacha agar qo'lingiz sig'sa yoki bitta uzun narsada latta bilan artib yuborasiz ichlarini. Tozalab turish tavsiya qilinadi. Ko'pchilik gel tavsiya qilamiz paroshoga. Bega solgandan keyin gel yoki paroshokni qattiq yopib yuborma. Qattiq yopib yuborganingizda gel tushib ketadi. Shuning uchun solgandan keyin sekinroq yopish kerak. Bu narsani ham ko'pchilik xato qilar ekan. Paroshok gellaringiz zo'r bo'ladi. Hamda ko'pchilik paroshokni ko'proq sovuradi, kerakdan ortiq. Paroshokni ko'p solsangiz, oz solsangiz ham bir xil yuboradi. Me'yorda soling. Asosiysi shu videoni boshlanishda aytib o'tib ketdim. Biz aytgan funksiyalarga to'g'ri qo'yib, kiyimingizda qo'shimcha kir, dog' bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha funksiyalarni qo'shib o'tib ketsangiz, to'g'ri, yarim soat yubermaydi. 1 soat, 1,5 soatda yuvib beradi, lekin toza yuvib beradi. Rasxoti kam, bularning rasxoti kam. 1,5 kilovatga yetmagan tok yozadi 1 soatga. 120 litr, 120 litr ko'rdim adashmasam. Kam yozadi. Suv rasxoti ham kam. 55 litr ishlatadi odatdagi 8 kilolik kirmoshlar 48 litr ishlatadi. Lekin bu modelda o'zining tarozisi bor. Tarozi funksiyada, ya'ni o'sha kirmoshangiz kiyimiga qarab turib, so'ngan kiyimingizga qarab turib suv oladi kirmoshangiz. Endi nimaga aynan 8 kilolik? Imenda bu modelni qo'yganmiz. Sababi ko'pchilik misol oilada o'rtacha oilada statistik ma'lumotlarga ko'ra 6 kishi, 8 kishi yashaydi. Unaqa oilaga 8 kilolik zo'r tushadi. 9-10 olsangiz nisbatan suv rasxoti ko'payadi. Ko'p joy egallaydi. 7-6 yursangiz qish kiyimlaringizga qiynalasiz, dasturxon sochuvlarga qiynalasiz, uzun kurtkani yuvgani qiynalasiz. Shuning uchun standart holatda 8 kilolik. 8 kilolik kirmosh olmoqchi bo'lsangiz, shu modelni tavsiya qilaman. Bor 4 million, 4,5 million kirmoshlar bor, lekin ozgina qo'shib shuni olishni tavsiya qilamiz. Sababi bu narsani har yil olinmaydi. Olasiz, biz aytgan qo'yib ishlatsangiz kim o'yin ishlab beradi. Xo'p, videomiz yakuniga yetmoqda. O'zingiz fikringizni kommentariyada qoldirib keting. Haqiqatdan narxiga arziydimi? Yana qanaqa texnikalarni shunaqangi obzorda chiqaraylik. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shu mehnatimizga layklar bilan qo'llab turing.